ikkita o'nli kasrni ko'paytirishning ustun usuli. Demak, ikkita o'nli kasr berilgan bo'lsa, ko'paytmasini topishimiz kerak. Ikkita o'nli kasrning ko'paytmasi. Virgullarga e'tibor etmasdan ustun shaklida ikkita sonni yozib chiqamiz berilgan hollarni va ustun shaklida ko'paytiramiz. Demak, oxirgi raqamlardan boshlaymiz. 9, 2, 18, bir yerda 9, 1, 9 va bir yerda 10, 9, 3, 27 va bir yerda 28. Ikkinchi sonni ham, ya'ni o'nlikka ko'paytiramiz. Endi 1, 2 va o'nliklar tagida yozib boramiz. 1, 1, 1 va 1ga ko'paytirganda shu sonning o'zi chiqadi va ikkita ko'paytmani qo'shib chiqamiz. 8, 2, 9 va 5. Endi bizlarga ikkita o'nli kasr berilgan edi. Virgullarni endi qo'yib chiqsak va virguldan keyin ikkita sonda jami 1, 2, 3 ta raqam turibdi. Demak, javobida ham o'ng tarafdan 3 ta raqam sanab virgulni qo'yamiz. Ya'ni 1, 2, 3, 8 dan boshlaymiz. 1, 2, 3 virgulini qo'yib butun qismini ajratib olamiz. Demak, berilgan sonlarning ko'paytmasi 5 butun mingdan 928 deb